Assalamu alaykum. Kitap o'qishman beri avlodlar torbetiga xush keldingiz. Men Nuriya Rahman. Bugun men Janvadagi botanik bog'chisida. Qo'limda Abdushukur Muhammad Emin asarlari Uyg'urlarda islom madaniyati nomli katta kitob. Kitap o'qishman berimizda o'tgan 3 qitimliq programmada mazkur kitobdagi cho'ng hajmlik adabiy axborot o'ylanish ichida ilgirlash o'qildi. Bugun ana shu maqolaning eng oxirgi bo'limini o'qib beraman. Xo'sh, boshlay. 3-lenta. Professorning ilovasi. Bu lentada so'zlayotgani Hurriyat Muhammad, Xinjiang Naqshi usul o'makining usulchisi. U ilgirlamay bir izda dastlab turishni xohlamaydi. G'ayrat bilan olg'a intiladi. Xinjiang Naqshi usul makoni. Lekin keyingi bir qancha yildan buyon bizning Naqshi usulimiz ro'naq topolmadi. Yangi san'at nomerlarini barliqqa keltira olmay, ko'na san'at nomerlarimiz ommani jalb qila olmay kelyapti. Partiyaning 13-qurultoy jarayonida Tibetning Naqshi usul o'maki Beijingda o'yin qo'yib, yaxshi baho oldi. Millatlar komitetining mudiri İsmail Ahmad 7-navbatlik xalq qurultoyi ichilayotganda Xinjiang Naqshi usul o'maki Beijingda o'yin qo'yib barsunmikin degan niyatga kelgan ekan. Lekin san'at nomerlarini ko'rib, g'ayrirak bir narsa bo'lmag'achqa u fikrdan kechibdi. Bu ahvollar bizda kasbdoshlarni to'lima bearam qilmoqda. Yaqinda Anvar To'xti Xinjiang gazetida maqola e'lon qilib, Xinjiangning usul san'atini ko'na izida to'xtatib qo'ymayli, rivojlantirayli, yangilik yaratayli degan tashabbusni o'tirg'a qo'ydi. Demak, bizning ko'nglimizdagi gapni qildi. Bir necha yildan buyon boshqa ellarning sin olg'uga elingan bir muncha usullarni ko'rdim. Ular taraqqiy qildiribdi. Zamonaviy usullarni o'zlashtiribdi. Hindilar o'zlarining milliy usullarini disko bilan birlashtirib, butunlay hindiylashtirilgan diskoni ijod qilibdi. Kishini ajoyib mahliyo qiladi ekan. Biz zamonaviy usuldan o'zimizga kerakli narsalarni qabul qilsak, nemishqa bo'lmaydi ekan. Qizim Dilnar Abdulla Markaziy Millatlar institutining san'at fakultetini bitirgan. Uning o'qig'inimi usul. U 1985-yili Ipak yo'li usul kechiligiga taklif qilinib, Yaponiyaga borgan. Shu usul kechiligiga Sohibxondan boshqa Sovet Ittifoqining, Turkiyaning usulchilari qatnashgan ekan. Qizim usulda olqishga sazovor bo'ldi. Yaponiyaning usul mutaxassislari qizimga "Sizlar Uyg'urlar to'limi go'zal keladi ekansizlar. Usullaringlarmi nihoyat chiroyli ekan, lekin yangi mazmun kam ekan" debdi. Chet ellarning usul sahnalari Dillarning ko'zini echibdi. Yapon do'stlarining bahosi uningga yarabdi. U har holda texi yosh, Uyg'ur millatining usuli haqida biladiganlari oz. An'anani obdan bilmasa, yangilik yaratishmi mumkin emas. Lekin u dunyodagi barliq millatlardan o'rganish lozimligini tushunadi. U Yaponiyada Sovet Ittifoqining vakillari o'makidan o'zbekcha usul o'rganibdi. Yaponlarning, turklarning usullarini o'rganibdi. Keyin Kanadaga borganda taq usulini, jaz usulini, zamonaviy diskoni o'rganibdi. Nurg'un yangi narsalarni o'zlashtiryapti. Xinjiang qaytib kelgandan keyin doklad berish yuzidan bir qitim konsert qo'yib beray, chet eldan o'rganib kelgan narsalarimni o'ynab beray, Xinjiangdagi kasbdoshlarimning yangilik yaratishiga oz bo'lsa-mu ilhom bo'lib qolsin deb qayta talab qilsa, mas'ul o'rinlar ruxsat qilmadi. Dilnar iloj qila olmay Qambar xonimning oldiga bordi. U Abdunum rayonlik usulchilar jamiyatining raisi. U Dillarning usullarini ko'rib, nihoyat hayajonlanibdi. Qizimni quchoqlab turib, Uyg'ur usulining hayoti sizlar bir avlodga qarashliq debdi. Professorning ilovasi. Qambar xonimning ota-onasi xeyli burunla Sovet Ittifoqining O'rta Osiyosiga berib shu yerda turib qolgan.
Qambar xonim 13 yoshida Toshkentda usul maktabiga kirib o'qigan. Keyin Qizil Bayroq naqshi usul o'mikiga kirib usul o'rgangan. Yana bir necha yil o'tgandan keyin Moskvaga bilim oshirishga avatilgan. U baletni o'rgangan. Sovet ittifoqi balet usulida dunyoga mashhur. Qambar xonim Ulanovaning balet usulini bir qancha qitim ko'rgan. Moskva sahnalarida Yevropaning esil naqsha usul nomerlarini ko'rgan. Uning nazar doirasi keng. 1942-yili Xinjiangga qaytib kelgandan keyin o'z mashg'ulotini Uyg'urcha usulni o'rganishdan boshlab, bara-bara Uyg'urcha usulni rivojlantirgan. U usulni xuddi havoda bulut uzgandek, daryoda suv oqqandek tabiiy erkin o'ynaydi. O'ynagan usullaridan xuddi shoirning she'ridek cho'nqur ma'no chiqib turadi. U boshqalarning keng qabul qilganligi uchun yuksak darajaga yetkazilgan. U yoshlarning o'zining usul san'ati o'zini besib manganligini ko'rsa, intayin xushal bo'ladi. Bu professorning ilovasikin endi lentaga qaytib kelaylik. Qambar xonim mening qizimning doklad yuzidan o'yin qo'yib berishini nihoyatda qo'llab, usulchilar jamiyatining bosh kotibini aloqador o'rinlarga avatib so'zlashibdi. Bir qitimda hal bo'lmabdi. Yana bir qitim so'zlashsimi hal bo'lmabdi. Qambar xonim chiqimni usulchilar jamiyati chiqarsin desimi bo'lmabdi. Oxirda heliqi o'rinning odami dinlar bizning qo'l ostimizdagi odam tursa, sizlar bizdan beso'roq shuncha chat kerib olamsizlar debdi. Ularning o'yin qo'ydirmasligidagi sabab markazning yakka odamlar o'z oldiga o'yin qo'ysa bo'lmaydi degan hujjatda bo'lganlikdanmish. Shuning uchun bir necha yil bekor ketdi. Bir tuman yil bak uzoq. Ching turib hozirgi paytni tutquliq degan gap bor. U to'limi chiroyli gap, lekin vaqtni haqiqiy qadrlaydigan kim bor? Bu yil uddigarlik yo'lga qo'yildi. Men bundaq tuzilma islohotini ikki qo'llab himoya qildim. Naqshi usul o'mikining bir muavin boshlig'i menga madad berdi. Bir atratni huddiga oldim. Bizning putqolimizni tushab qo'yadigan narsalar qolmadi. Qizimni bir necha yil armonda qoldirgan bir kishilik naqshi usul kechiligi o'tkazishga bel bog'ladim. Mening 20 necha yillik hayotim sahnada o'tdi. Uyg'ur usulini rivojlantirish jihatda alohida to'hfa yarata olmadim. Yoshlarning bo'sib chiqishini orzu qilaman. Qizimning kamolatga yetish uchun sho'ti bo'lib bermoqchiman. U mening yelkamni vaqtni qilib dastlab botirlik bilan izlanib ilgirlasin. O'yinni Ittifoq teatrida qo'ymoqchi bo'ldik. Har kuni soat 4 dan 10 gacha qizimning repetisiyaga yetakchilik qilish, sozchilarni taklif qilish, sahna kiyimi va boshqa lozimliklarni tayyorlash ishlari bilan mashg'ul bo'ldim. Qisqasi, ushaq-tushak ishlarning hammasiga o'zim chapdim. Bir necha kungacha uyda qaram ko'rinmadi. Uyga yerib ichib, yerim kechalarda qaytdim. Professorning ilovasi. Hurriyat Muhammadning yo'ldoshi muzikant edi. Oldingi yili vafot bo'ldi. Hurriyatning uyida paralish bo'lib qolgan bir inisi, o'tir maktabda o'qiydigan bir o'g'limi bor. U millatimizning usul san'atini rivojlantirish yo'lida chapmoqda, undimakda, fidokorlik ko'rsatmoqda. Bu oson gapmi? Lentiga qaytib keldik. O'yin rasmiy qo'yiladigan bo'ldi. Biz ana bola ikkimiz nihoyatda jiddiylashdik. Shuncha ko'p dangliq san'atchilari bor naqshi usul o'miki ommani jalb qila olmayotsa, yolg'iz bir kishilik usul bilan jalb qilg'ili bo'lamdi. Biz mazmun jihatdimi, shakl jihatdimi yengilashga tirishdik. Albatta, yangidan ijod qildik deb ayta olmaymiz. Men san'at kechiligining san'at yetakchiligini ustimga oldim. Qizimga yordamchi rolg'imi chiqib berdim. Qizim 8 nomer usul o'ynadi.
moda naqshlarini chetib o'qidi. Oxirida qandaq bo'ldi demamsiz? Kutilmagan natija kelib chiqdi. Klub tomoshachilar bilan liq to'ldi. 1 yuanlik bilet birinchi kunila qarang'u bozorda 7,5 yuan, ikkinchi kunimi 3,5 yuan bo'pti. Ikkinchi kuni o'yin qo'yilayotganda ushtum tutla to'xtab qoldi. Sahnanimi, butun klubnimi qarang'ulik qopladi. Lekin tomoshachilar teptinch o'ltirdi. Ilgirkidek isqirtadigan, varqiraydigan ahvollari bo'lmadi. Biz sahnada turib ta'sirlanganligimizdan yig'lab etdik. Shu san'at kechiligiga Qambar xonimmi keldi. U salomatligi yaxshi bo'lmag'achqa balnesda yetib, amdila chiqqan ekan. O'yin tamomlanganda sahnaga chiqib, qizimni quchoqlab, hayajon ichida ko'zlariga yosh oldi. Biz ana bola ikkimizmi hayajon bilan yig'lab etdik. Qambar xonim, obdan yangilik yaratdinglar. Uyg'ur usulini yangi saviyaga ko'taringlar, dedi. Ilova: xalqsimon yo'lni tashlab olg'a undash degan ana shu. 4-lenta. Professorning ilovasi. Bu Muhammad Bag'rash. Yaqinqi bir necha yildan buyon bosh ko'tarayotgan yosh yozuvchi. Uning turmush, san'at jihatdagi nazar doirasi xeyli keng. Buning qisqacha tarjimasi mundaq: 1952-yili tug'ilgan, Qara shaharlik, musulmon, 8 yil artistlik, 6 yil shopurlik qilgan. Tibetga mashina haydab borgan. Mamlakatlik va avtonom rayonlik gez jurnallarda ilgari keyin bo'lib 40 parchaga yaqin hikoya, povest, nasr va adabiy xabarlari e'lon qilingan. Hozir Jungo Yozuvchilar jamiyatining a'zosi, Jungo Osonliq millat yozuvchilari ilmiy jamiyatining hay'at a'zosi. Men yezishga yangi kirishganda o'z millatimiz ichidagi yaxshi odam, yaxshi ishlarni tasvirlab yozatdim. Yozganlarim osonla matbuotga chiqadi. O'zimni nihoyat kerilib yuratdim. Keyin ishki o'lkalarga borgan chaqlarimda ba'zi Xanzu yozuvchilari bilan tanishdim. Ularning estetika jihatdagi orzularini o'zimninkiga selishtirib baxdim. Odamlarning ishki dunyosiga cho'nqirlab kirib, odamlarning ruhini analiz qila olmayapmiz. Yozuvchi badiiy obrazni ufq anglik surtib pardozlash yo'li bilan emas, turmushdan cheklanib olgan javhar bilan yaratdi. To'tkishlik guruh targ'ib qilgan aldamchilik adabiyoti odamni sagaklashtiradigan dora emas, balki mast, behush qiladigan dora. Men o'z millatimga qalamim bilan behushlik do'risini bermayman. Mening tushuncham gazet muxbiri saviyasidan yozuvchi saviyasiga ko'tarilganda o'zimga, boshqalarga, millatimga nisbatan yangi qarash paydo bo'ldi. Biz Uyg'urlarning nurg'un esil, chiroyli narsalarimiz bor ekan. Qaloq narsalarimiz bor ekan. Agar ularga to'g'ri qaramasak, qaloq narsalarimiz yuk bo'lib, olg'a chamdash qadamimizga putlaqashon bo'ladi ekan. Xanzu yozuvchilarining ichidami behush do'risi berdiganlari bor ekan. Lekin bular bargan seri ozib etibdi. To'lisi Xanzu millatining ma'naviy illatlarini rahimsizlik bilan fosh qila oladi ekan. Ularning asarlarini o'qisimiz xuddi yozuvchining qo'lida operatsiya qo'ychilari shirildab kesib bir ovozni anglagandek bo'lasiz. Badningizga titrak olishidi, teningiz jug'ildaydi. O'qib bo'lgandan keyin hatto sovuq targa cho'milasiz. Bizning adabiy ijodiyatimizda mundaq asarlar nihoyat oz. Har qanday millat mundaq ikki xil sharoitda o'z putini o'zi tushab qo'yadi. Biri yaxshi yomonni, chiroyli satni ayirmay o'zining milliy narsasila bo'lsa, chiroyli deb bezash bilan bo'lsa, boshqalarning ozg'ini fikrigami quloq solmasa, assimilyatsiya bo'lib ketarmizmikin deb andisha qilib
başqa millatlarning obdan narsalarini qabul qilmasa, yana biri o'z millatining bir nimalarini zodila e'tirof qilmay, hammada boshqalarni do'risa. Biz Uyg'urlarda bu hadislarning har ikkisi bor. Bo'libmi oldinqisi to'limi gavdalik. Men bu faktlarga ko'z yumadigan bo'lsam, yuqori obro'li pishqadam yozuvchilar, pishqadam shoirlar ommaning tishiga tegishga jur'at qilolmagan yerda mendek oq so'ymalarga kim qo'yibdi? Har muqamda yo'rg'ilab yursam, o'zimni o'zim jafoga qoldirmasmanmi deb o'ylanib o'ltirsam, yozuvchiga xos vijdonimni yo'qotgan bo'laman. Bir xanzu yozuvchi menga "Men Junxo millatining gullanishini umid qilaman. Bu millatning topchilar qatoridan chiqarib tashlanishini xohlamayman" deb yaxshi aytgan. Men o'z millatimga nisbatan shundoq pozitsiyada bo'laman. Shundoq o'z yo'limda mangaman. Qo'limga qalamni elib, qaloq narsalar bilan tutishiman. Millatimizning adabiyot zaminiga yangi qon yetkazib beraman. İctimai odat kuchi kuchlik bo'ladi ekan, men ana shundoq nishonga qarab yo'l olganimda oldi bilan ba'zi yashanganroq odamlar toptani qildi. Meni tanqidladi, aybladi. Men o'lgan odamning qarchiqida qetib qolgan surat nomli povestim Jungo G'arbiy diyar adabiyoti nomli Xanzucha jurnalda e'lon qilingandan keyin Uyg'urlarning sat yerlarini Xanzularga ko'rgazma qilib beribdi deganlarimi bo'ldi. Qarang, bu gapning cho'ngliqini. Odam ijtimoiylikqa ega maxluq. Odamlar dengizida turuqliqmi yetim qilish to'limi azobli ekan. Ilova. Düşmanning qilish miltiqidan bo'lgan jarohat sharaflik bo'ladi. Qon o'qdak etilib chiqib tursimu, ko'krakni kerib, chidashlik bilan turg'ili bo'ladi. O'z odamlarining so'g'uq, past nazar bilan, masxara bilan qilgan asta xarakterlik azorlari yuragingizni chanab tilayotgandek azoblaydi ekan. Lentiga qaytib keldik. İçim pushdi, tengir qidim, gangiradim. Vaziyat o'zim ketayotgan yo'l to'g'risida yangi boshdan o'ylashga majbur qildi. Xanzu yozuvchilar Xanzularning ma'naviy axlatlarini supurib chiqargan ekan, bu ularning kimga ko'rgazma qilib bergani? Ko'rgazma qilib kishilarni uyg'otsa, buning nima yomoni? Tezini bossa, mezi chiqadi. Men qalamimni torliq psixikasiga sanjıgan ekanman, milliy torliq psixikasi qo'l yondirmasa, o'tkidek sanjimag'anliqim bo'ladi. O'tkidek sanjilsa, qo'l yondirishi muqarrar. Lushinimi Xanzularning ko'niliq tarafdorlari xoin deb tillamaganmi? Millatim oldida javobgar bo'lish uchun o'z yo'limda qat'iy mengishim kerak deb o'zimni rag'batlantirdim. Yozuvchilar jamiyatining muavin raisi Abdukarim Xo'jadan minnatdorman. U o'zining pishqadamligi bilan meni to'liq tushungan talaffuzida menga g'ayrat bergan, meni qo'llagan edi. Abdukarim Xo'janing vafot bo'lganligini anglab, nemishqa yaxshi odamlar boldir o'lib ketadigandu deb intayin bearam bo'ldim. Xinjiangda shu ediki, Abdushukur Muhammad Imidinmi minnatdorman. U menga nazariya jihatdan yo'l ko'rsatdi. Shuning bilan irodam texmi mustahkamlandi. Ilova. Uyg'urlarning klassik adabiyotimi bekik adabiyot emas. Uyg'urlarning nurg'un asarlarida Jungo shahzodalari, Yunonlarning sultoni, Iskandar Zulqarnayn, Arablarning Harun Rashidi, İran Baturi, Rustam tasvirlangan. Klassik adabiyot ichivetish yo'lida mangan ekanu, ajaba amdilikda biz o'zimizni bekik holatga tushirib qo'yishimiz kerakmikin? Lentiga qaytib keldik. Tarix hamon olg'a bosadi. Millatmi hamon olg'a chamdaydi.
Yaqinqi bir yildan buyon vaziyatda nihoyatda zo'r o'zgarish tug'ilmoqda. Yuzaki hadislarga madhiya o'qiydigan asarlarni o'qishga kitobxon chiqmaydigan bo'lib qoldi. Kitobxonlar o'z millatini texmi cho'nqur, texmi ko'p tarafdan tushunishni orzu qilmoqda. Ular qaloq narsalardan qo'rqmaydi. O'zlarining qaloq narsalarni pokiza yo'qota oladiganligiga ishonadi. Bir muncha yoshlar Xinjiang adabiyotining hozirgi holatidan norozi ekanligini bildirib, meni bag'rash, o'z yo'ling bo'yicha mengayver deb rag'batlantirmoqda. Ilova: tarix mundaq bir qonuniyatni, ya'ni qerilar yoshlarni emas, yoshlar qerilarni tarbiyalaydigan bir qonuniyatni isbotlab turibdi. Qerilarning og'zidan o'tmish tarixni anglash mumkin. Yoshlarning og'ziga qarasang, atiki tarixga nazar sola olaysan. Lentiga qaytib keldik. Yaqindan buyon Xinjiangdagi har millat san'atchilari sohasida yaxshi vaziyat paydo bo'lmoqda. San'at sohasidagilar bekik holatdan ichivetish tarafiga qarab yo'l olmoqda. Avtonom rayonlik adabiyot san'atchilar birlashmasi partiya guruhining muavin shujisi ana shundaq adabiyotdagi ichivetish tarafdorlarining biri. U bizdek yosh, o'ttir yosh yozuvchilarni qo'llamoqda. Haqiqiy yaxshilikni, go'zallikni to'lib toshgan qizg'inlik bilan ifodalash, saxtalik, yomonlik va qabihlikni rahimsiz dumbalash bu mening tirishish nishonim. Ilova: u bekik chambardan chiqib olg'a besishga undamoqda. Professor derizdan jiroqqa qarag'anicha xiyolga cho'mdi. Bahor kalkuni uning qalbida do'lqinlab hislarini qo'zg'amoqda, hayajonlantirmoqda edi. U birdilla orqasiga burilib, xuddi 100 ming odam oldida nutq so'zlayotgandek yangroq talaffuz bilan so'zladi. İçivetiş, tovar egiligi, bu ikki narsa Xinjiangning bekik muhitini bosib tashladi. Xinjiangliklarning bekik ruhiy holatini titirtib, ularni o'ylantirishga boshladi. Arabistonga haj qilg'ili, O'rta Sharq allariga savdogarchilikka borganlar qaytganda islom dunyosining yangi uchurlarini elib kelmoqda. Sovet ittifoqiga urug' tuqqanlarini yo'qlab borganlarmi O'rta Osiyo rayonlarining uchurlarini elib kelmoqda. Ishki o'lkalarning cho'ng shaharlardan kelganlarmi mamlakatning har qaysi joylaridan yangi uchurlarni elib kelmoqda. Jungo o'zgarmoqda, dunyo o'zgarmoqda. Vaziyat bizni majburlamoqda. O'zgarish yasamay mumkin emas. O'zgarish yasash uchun o'ylanish kerak. O'ylanishning o'zi olg'a qadam tashlash demakdir. Sotsializm qurilishining qadami tezlashmoqda. Qurilishning o'zi mohiyatda odamni takomillashtirish, odamni yangi baldoqqa o'rgatish hisoblanadi. Tarixdan iborat bu malaika ulug' ijodkordir, haykaltarashdir. U madaniyatning yangi pallasiga millatimizning yangi avlodini yaratmoqda. Har qanday millat o'zining ayib, meyib taraflariga to'g'ri qarab, kesilini yoshirmay davolasa, andin jonliq jo'shqin bo'la oladi. Olg'a intiladigan g'ayratga kela oladi. Bu millatning taraqqiyparvar o'g'lonlari uchun turmushning ilib basidir. Uyg'urlarning madaniyati dunyoda kam uchraydigan, ko'p yo'ldan, ko'p tarafdan, ko'p qatlamdan kelgan cho'ktirmalarning jug'lanishidan hosil bo'lgan madaniyat. Uningda go'zal, rangdor tarkiblari bor. Bu biz Uyg'urlarning faxri. U bizning tariximizning hayotiy kuchi bo'lishga tegishli edi. Lekin uningga aralashib qolgan sharqning aqyuchilik falsafalarini, diniy xurofotliklarni, g'arbning quruq
şöhratparastligini ko'rmaganligimiz uchun hayotiy kuchini to'liq namoyon qila olmadik. Ko'nilikqa chaplashib oldik, orqada qoldik. Isloh qilish, yechib etish biz Uyg'ur xalqiga nisbatan aytganda Sharq bilan G'arbni aloqalashtirgan, ammo uzoq zamonlardan buyon bekilib qolgan Yipak yo'lining qayta jonlanayotganligidan derak beradi. Albatta, endi agar To'qay egiz pas yo'llarda ot va to'gi bilan mangmaymiz, balki elektron qatnash vositalari bilan parvoz qilib uchimiz. Bizning taraqqiyparvar boshlamchilarimiz diqqat nazarini o'zimizdagi ma'naviy kasallarga tikib, kishilarni shu kasallarni oyimasdan yiltisi bilan chiqarib tashlab, sog'lom ruhiy holat bilan chaqqan ilgirlashga rag'batlantirmoqda. Burun yo'qitib qo'ygan ichib etish an'anamiz yana joriy bo'ladi. U texmi yuqori palladagi ichib etish bo'lg'isi. Odam qiyinchilik ichida dunyoga keladi. Qiyinchilik ichida o'sadi. Xudo odamni yaratgan, lekin uning baxtini yaratgan emas. Odam baxtini qiyinchilik ichida jafo chekib topadi. Siz menga buning siri nima, uning siri qayerda deb bir talay savol qo'ydingiz. Ular o'tmishdagi bizning ajdodlarimizning qiyinchiliklarini yengandan keyin vujudga keltirgan ijodiyatlaridir. Isloh qilish, yechib etish, raqobatlashish bu uch narsaning ahamiyati biz Uyg'ur xalqi uchun qutatqu belikdagi adolat, baxt va bilimdan muhim. Ular bizga yangi sir, hikmat yaratishning nihoyatda yaxshi muhitini hozirlab bermoqda. Qiyinchilik yo'q emas. Jafoga chidaydigan, tirishib olg'a intiladigan ruhimiz bo'lsa, cho'qim zamonaviy ong saviyaga ega Uyg'ur millati maydonga keladi. Professorning kim ekanligini texchi aytmadim. Bu mening savallikka yo'l qo'yganligim emas, balki atoydan qilgan o'rinlashtirishim. U o'tirg'a azroq chiqsin, maqolamning oxirgiroq mökünüp tursin dedim. Chunki kishilar uni to'la chog'larda xato tushunib qoladi ekan. Shuning uchun dardi ig'ir ekan. Uningga dard ustiga dard keltirib qo'yishga yuragim chidamadi. Mana endi qisqacha tanishtiray. Ism familiyasi Abdushukur Muhammad Emin. Millati Uyg'ur. Xizmat o'rni Xinjiang Universiteti Adabiyot fakulteti. Unvoni professor. Tamam. Hürmetlik anglarman, ko'rarman qarindoshlar. Shunda qilib, o'ylanish ichida ilgirlash nomliq bu adabiy axborotni to'liq o'qib tamomladim. Bu adabiy axborotni ilgari izohlab o'tganimdek Ming Chibey Lolulu ismli ikki Mo'ng'ul yozuvchi yezib bitirgan. Mazkur adabiy axborot Tarim jurnalining 1988-yildagi 10-songa besilgan. Ayni vaqtda nihoyat zo'r g'ulg'ula paydo qilgan maqola. Cho'qim yoqtirdinglar deb o'ylayman, chunki men bakli yaxshi ko'raman. Bu kitobni qo'limga olgandan keyin necha rat o'qiganimni bilmayman, lekin har qatim o'qigan vaqtimda nihoyat yaxshi ko'rib o'qiyman. Chunki garchi maqola 1988-yilda e'lon qilingan bo'lsa-mu, 30 necha yildan keyin, 38 yildan keyin shundoq deb ayta olmaymanki, buning ichidagi ba'zi bir masalalar millatimizda yanada mavjud. Maqolani anglagandan keyingi ta'sirotlaringlarni o'qishni bakmi arzu qilaman. Maqolamsa hurmatli qarindoshlar, bu qitimqi anglitishimiz mushagicha bo'lsin. Kelar qitimliq programmamizda ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Aman bo'g'aysizlar. Bog' bo'g'ashqa qushlar shunchalik chiroyli sayrab berdi, ha? Xayr xo'sh, aman bo'laylik.